qalbli bo'lsangan musulmon farzandiman. 80 yoshga kiryaptim. Odamlar yolg'onni og'ziga olsa, men oyog'imga teggan olmayman. Hech qatiyam hech qatiyam o'rayotgani yo'q. Zarar ham bo'lmadi. Zarar ham bo'lgani yo'q. Qonamcha kishilar olgani ham yo'q. Xullas qilib zakonni. Seni yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'raman. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Bizlarni oldindan kuzatib yurgan odamlar biladi. Demak, biz bugun Yursin odam bilan yana bir muolajani, bir etap muolajani o'tkazib, bu safargi muolaja haqida ham bir dodamiz fikrlarini, ma'lumotlarni sizlar uchun berib qo'ymoqchimiz. Demak, Yursin odam xudo xolisa yoshlari 70 dan o'tdi, uzoq bo'lsin. O'tgan yili 78. Yashang. Adashmasam 1 yil bo'lib qoldi. Dodam bizga shu videoda ham aytilgan, bel og'rig'i bilan kelgan. Ancha yil 50 yoshida insult bo'lib qolib, insultdan tabiiy yo'l bilan xalos bo'lgan odam, dori-darmonsiz. O'tgan yili bizga kelgan paytda bel og'rig'ini buyrak og'rig'i deb o'ylab xullas, ancha sarson bo'lib, doktorlar bilan nechini qilib yaxshi bo'lmasdan kelib, 3 kun massajda xudo xolisa yaxshi bo'lib ketgansiz. Bu yilgi muammosini o'zidan eshitamiz. Bu yil qon bosim bilan keldi. Endi o'zi sekin boshlayverasiz. Nima bo'ldi? Qon bosim qachon ko'tarish boshladi? Birinchi navbatda o'zi. Birinchi navbatda hurmatli ukalarim, singillarim to'g'ri ma'noda, to'g'ri so'zni to'g'ri ma'noda tushuninglar. Men shu yerga hozir oxirgi 3-kunga birinchi kelganimda kelmasdan oldin meni butun badanim og'ridi. Va bir oycha skoriy chaqirdik. Skorichilarni ham joniga tegdim. Va ular kelib meni bashmoldog'imni bittasiga temir qistirib, ular hayron bo'lishdi. O'g'lim oldimda o'tirardi. Ular o'sha oxirgi kelganida Egamberdi degan bir doktor keldi. U yigit keldida yana normal dedi o'g'limga. Avra quvvatlaringmi yo'q, o'yinchiq quvvatlaringmi dedi. Boshqalari. U yigit aytdiki, bu haligi qo'limga siqib bo'lgandan keyin u meni yonboshimdan ukol qildi. Yonboshimdan ukol qilganda u bola menga bir qaradi. Menga bir qarab qo'ydi. Sen soqqal bola ekan. Men unga aytdim, "Sen keluvdingmi menga oldin?" dedim. Keluvdim dedi. O'shunda dedi, "Sapsim qonus quyuqlashib ketgan-ku. Sapsim qonus quyuqlashib ketgan-ku. Lechini mahalis bo'ldimi?" dedi. Men unga aytdim, "Lechini 6 oyda olardim." O'sha 8 oy bo'ldi lechini olmaganimga dedim. Olish kerak dedim. Ko'chaga chiqib o'tirdim. Davlatingiz o'lchadimi o'sha paytda? Davlatingizni ham o'lchaganda 190 ga 110. O'zi rabochiy normangizni tushirardi. Rabochiy davlatdan 170 ga 160 ga 90. O'zi balandroq bo'lgan. O'zi oltin balandroq bo'lgan. Meni yosh o'tgandan keyin men aytdim, shunaqa davlatni. U ko'ziga qon quyuqsiz dedi. Va ko'chaga chiqib o'tirdim. Aradan ozgina o'tgandan keyin yana masam bo'lmadi. Davlatda ko'tarilaveradi. Dog'ni 2 ta 3 tadan ichdim bo'lmadi. Meni bitta qo'rg'anda ukam bor edi. Eng kenjitoy ukam. Uning yoshlari hali 40larga borgan edi, 40larga borgan edi. Ukam aytdiki, "Yursinga qaraysiz?" Men aytdim, "Yaxshi emasman. Nima bezovta qilyapti? Mana shu hamma yog'im og'riyapti, davlatni ko'tarib ketyapti." Vashi tushmoqdi. Doğru isem ham tushmoqdi. Tushadi. Ko'p isem sapsim pasayib ketgan kuni ham bo'ldi. U aytdiki, "Yursinga men ham qancha qiynaldim aka. Keling, ozgina qo'lingizdan oldirib tashlang" dedi. "Qo'ysanchi" dedim. Qo'limni qanaqasi qoldiraman? O'zi kitobda qon bo'lsa, uni paqqa aytib oldirib tashlab, ishi pashag'iga yurib ketmaydimi dedim. Oldirib tashlang Yursinga. Meni qilmagan narsam qolmadi. Kim edi? Dilmurod degan uka. Ma'lumot uchun u tog'amni o'tgan yili Yursindan aytib jo'natgan bizga. Davlina bilan kelib yaxshi bo'lib, yaqinda sizdan oldin 1 oymi yo 2 oyga yaqin muddat oldin kelib, o'sha 2-kursdan olib ketdi.
u oldirganingga ozgina bo'ldi. Oshardi uniki. Voy yursiniki. Obtasha ko'proq obtasha unangizga bu qondan debdi. Obtashagin debdi keyin. Mana kechanda shu hayitda oldiga chiqib shuni eshitib tushdim. Men aytdimki o'yladim, voy qonim bo'lsa, maqta tahmadi kessa va qanday qilib chidayman bunga dedimda qo'rqib yana oldiga chiqdim. U meni qattiqroq gapirdi. Xotinmisiz dedi, nima qo'rqasiz dedi. Sabsin bilinmaskan qo'l olgan dedi. Va tavakkali Xudo deb ukamni oldiga bilardi, lekin o'zi kelmagan. Buni ya o'zim kelmasdim, конечно. Ukam aytmagandi. Keyin shu Murod degan yigitni oldiga keldim o'zimga doktorimga va doktorimning oldiga kelib birinchi kuni orqa tarafimdan bo'ynimdan tortib to mana belimni orqasida mana egilgan joygacha oldi. 8 joydan bir hech narsa po'chaqchi ham bilinmadi menga. O'sha keyin qonni olib tashladi. Men ketdim uyga. Uyga bordim. O'g'il kenji o'g'limni qo'lida yashaydi. Ada qalay dedi. Yam qo'rqadi deyman davlina moshum. Yaxshi dedim. O'sha kuni yo ishonma parkalli. Qalbi bo'sangan musulmon farzandiman 80 yoshga kiryaptim. Odamlar yolg'onni og'ziga olsa, men oyog'imga tegam olmayman. Oyog'imga tegam olmayman. To'g'ri so'z aytdim sizlarga. O'sha kuni shunday yotdimki, shunaqangi qaysi shakagimdan yotgan bo'lsam, o'sha shakagimdan turdim va kechasi 2-3 marta ovqat yedim. Ovqat ham yemadim. Mana ukalarim eshitayotganlar, mana shu Murodjonni oldiga bugun kelib 3-sini oyog'imdan oldi, 3-oyog'imdan mana 4 tadan oldimi, 2 tadan oldi, 5 tadan oldimi, uni bilmadim va menga u qonni ko'rsatdi. Va bu bolani oldida bitta yana yigit bor edi. O'shanga aytdim, men stolga o'tirganimdan keyin uyda molni oldiga borganimda yo ishonma yana qaytarib aytdim. Oshig'iman 2 minut yo 1 minut turadi. Tippatiga. Hozir bolaga aytdim, men o'rnimdan turaman, men stolda mana hozir stoldan tushib stolda o'tiribman. Bolaga aytdim, sana nechigacha turar ekanman dedim. U 30 gichami 40 gicha sanayman dedi. Sanada turibman. Yana yo ishonma. Ertamandan kechgacha ham turaversam kerak. Hozir yaxshiman. Men bu bolaga yaratgan Allohdan uzoq umr bersin. Uzoq umr bersin. Rizqini ham ko'p bersin. Kasb-koriga, dehqonchiligiga baraka bersin. Yaratgan o'z panohida shu bolani asrashini Alloh taolodan so'rab qolaman. Robbana g'fir lana va li'fa'inal lazina sabaquna bil iymani va la tajal qulbina zallazina amanu robbana innaka g'afurur rahim. Allohu akbar. Kim kelsa shifo olsin. Allohu akbar. Ular hozir davringiz zo'r. Oshmadimi? Yo'q. Shu birinchi kun yaxshi. O mana ikkinchi kursida boshlaridan, bellaridan, xullas hozir boshdan oyoqqacha adashmasam 32 tochkasiga hujum qo'ydik. Faqat bu orada muddat adashmasam 15 kun ichida qildik-a buni. Ha, 15. Birinchi ya'ni 15 kun bo'ldi. Uni har kuni ketib qilmadik. Yoshlarning hisob bor. Xullas 3 kursda 30 ga yaqin tochkadan oldik. Hozir ko'zdan sal norom. O yaxshi-ku. Barmoqlarning chizig'ini ham ko'ryapti hozir. Mana aytib o'tiribdim. Murodjon, to'g'risini aytdim. Oldin mana. Mana mashinalar ko'ryapti. Mana aramiz 1 metr. 1 metr mana. Ko'rib turibsan, mana u chizig'i bu chiziq emas, maydaligi bir avni qiladi, qo'lini bosardi, kinolardi. Mana chiziq ko'ryapti. Oldin ko'rmagansiz. Yo'q. Qatan ko'rsan. Hozir boshda og'rimaysiz, Yo'q, boshim og'riyotgan. Hech qatam og'riyotgani yo'q. Zarar ham bo'lmadi. Zarar ham bo'lgani yo'q, qonimcha kishilar qon olgani ham yo'q. Xullas qilib zakonni. Seni yaxshi ko'raman.
aynan jo'ni Odamlarga tavsiya qila olasiz. mana odamlar ishonmasang bor o'yga bir yaxshilab gapirishing, mana ko'rish, mani qanaqaligimni ko'r. Men 78, 79 yoshman. Yaqinda 80 ga ketaman. Lekin men Allohga ishonaman birinchi. Ey birodarlar, Xudoni bilmagan ota-onani ham bilmaydi. Ota-onani bilmagan Allohni ham bilmaydi. O'zi kim ishonmasin, kelib ko'rsin. Mana oddiygina joy, bitta stol, bitta bog'da. Anaqasi bor. Dora pora suv keladi. Arzmagan pul. Pulini yo'q. Odamlar qarang, voy. Mana shu davlatni ham ko'targanda yosh olmagin. Davlatni ko'targanchi. Bir 5-10 million ketdi-yu. Mana oddiy. Yaxshi emas. 5 million 6 million ketdi-yu. Shu birovning ichiga. Mana bekka kelding uni ayting. Bitta sani qoningni olib hijob qo'yish 5,5 tashashli puli ekan. 5,5 ta agar bitta napik olsa 5,5 tashashli beradi. Yoshman. Mana shu Murodjonni-chi, Murodjonni yoshida, Murodjon ukam. Sani yoshingda mana совсем ko'p shashli. Yegan baqadi. Hozir ham mana Xudoga shukr, hammasi yaxshi. Xudo yaratgan Parvardigor kim dardiga shifo izlab kelsa, masjiddan xirson bo'lib kelsin. Allohu akbar. Demak, ma'lumot uchun hijoman tochkasi bizda atik 10 ming so'mdan, demak u yoq bu yoq shu bitta seans hijoman 100 ming so'm atrofida bo'ladi. Like bosib qo'yishni unutmaysizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib, bu odamni taniganlar bo'lsa yozib yuborsanglar ham bo'ladi. Demak, bizning manzilimiz Toshkent viloyat Parkent tumanida joylashganmiz. Hijoman hamma narsasi pastellarigacha adnarazli holatda atiga 10 ming so'mdan tochkasi qo'yib beriladi. Obuna bo'lib qo'yasizlar, profilga o'tib ko'radigan bo'lsangiz, bizning har doim o'sha odatda qilib kelgan ishlarimiz, berilgan ma'lumotlar siz uchun foydali emaslarni juda ham ko'p qo'yib borilgan. Demak, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.